Kalit istig'for. Ba'zi bir ishni qilamiz deymiz, lekin uni bajarish jarayonida yoki qilib bo'lganimizdan keyin yomon oqibatlar kelib chiqadi. Shunda yanada ko'proq siqilamiz. Unutmang, saodat eshigining kaliti istig'fordir. Hikoyamizda bunga guvoh bo'lasiz. Turmushga chiqdim. 19 yoshimda ajrashishga ham ulgurdim. O'rtadagi tushunmovchilik tufayli erim talog'imni berdi. Odamlar menga yomon nigoh bilan qaray boshlashdi. Turmushidan qaytib kelgan qiz, bunda bir gap bor deyishardi. Shundan so'ng men ruhan cho'kib qoldim. O'zimda ruhshunosga ehtiyoj sezdim. Psixolog huzurida davolandim. Undan tashqari, asosiy ishim Baqara surasini o'qish bo'ldi. 1,5 yil shunday davom etdi. Ruqiyalar bilan o'zimni davoladim. Butkul tuzalib ketdim. Sog'ayganimdan keyin ham duo-yu istig'forlarni to'xtatmadim. Alloh duolarim sababidan menga solih bir juft yubordi. Hamma o'tgan qiyinchiliklarni unutdim. Hozir baxtliman. Istig'forni ko'p ayting. Istig'for baloni qaytaradi. Sizga xotirjamlik beradi. Siz qanchalik mashaqqat cheksangiz, undan keyingi yengillik albatta o'sha qiyinchilik evaziga berilmaydi, balki sinov davomida Allohga qanchalik bog'langaningizga bog'liq bo'ladi. Allohga bog'laning. Osmondan yomg'irni yog'dirganingdek, murodlarim hosilini yog'dirgin. Ba'zi paytlarda atrofimizdagi odamlarning qiynalganini ko'rib siqilamiz, yig'laymiz. Uning boshiga kelgan musibat xuddi bizning boshimizga tushganday bo'ladi. 2 marta taloq olganman. Qattiq siqilganman. Tushkunlikka tushganman. Ikkisida ham taloqqa arzirli sabab yo'q edi. Ota-onamning ko'z o'ngida qiynalardim. Ko'p dard chekardim. Ota-onamning meni ko'rib qiynalayotganlarini sezardim. Keyin Baqara surasini o'qiy boshladim. Doim duo qildim. Ey yer va osmonlarning yaratuvchisi, ey hammadan g'olib zot, mening boshdan kechirgan azoblarim o'rnini to'ldirgin. Menga o'z huzuringdan bir baxt ato et deb iltijo qilardim. Qalbimning tubidan ishonardim. Alloh men uchun go'zal kelajakni berkitib qo'ygan. Bir kunmas bir kun o'sha baxt meni topib keladi, derdim. Bundan 2 yil oldin bir tun yomg'irli bo'ldi. Sharros yomg'ir yog'di. Yomg'ir Allohning rahmati deb yomg'ir ostida duo qildim. Ey Allohim, menga o'zing yordam bergin. Osmondan tun yomg'ir yog'dirganingdek, men uchun ham murodlarim hosilini yog'dirgin deb yig'ladim. 2-3 oydan keyin bir yigit menga sovchi qo'ydi. Allohning fazli bilan unga turmushga chiqdim. Farzandli bo'ldim. Alloh farzandimizni solihlardan qilsin. Ko'zingizdan alam bo'lib oqqan yoshlar Allohning izni bilan bir kun sevinch yoshlariga aylanadi. Faqat duoda va istig'forda bo'lsangiz bas. Qiyinchilik Allohga bog'lanishga undaydi. Siz odamlarga boshingizdan o'tgan ishlar va ulardan qanday yo'l bilan chiqib ketganingizni aytib bersangiz, ular uchun ham foydali bo'ladi. Sizdan tajriba olishadi. Vaziyatdan to'g'ri chiqib ketishni o'rganishadi. Quyidagi hikoyadagidek. Menga ilmli, yaxshi xulqli yigitdan sovchi keldi. O'zim shunday yigitni xohlagan edim. Oldin ham sovchilar kelib, keyin kelmay qolgandi. Allohga ko'p istig'for va zikrlar aytib, duolar qilgandim. Shuning uchun sizlarga aytaman, noumid bo'lmanglar, hech qachon yengilmanglar. Doim salovat va istig'forda bardavom bo'linglar. Ish siz so'raganingizdek bo'lishiga umid bog'langlar. Intilishlaringiz amalga oshmagan paytlarni bir eslang. O'sha ishlar kelajagingizni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun amalga oshmagan. Sizni saodatga, Allohga bog'lanishga undagan bo'ladi. Shu ishlar yurib ketishi uchun ibodat va duoni ko'paytirishingizni o'zi o'sha ishingizni kelajagini hal qilib beradi. Chiroyli tadbir qiling. Ba'zi hollarda bir oilaning ajrashishiga er yoki xotin tomonining ota-onasi sabab bo'lib qoladi. Ular bilan bitta xonadonda yashash ham bois bo'lishi mumkin. O'shanday holatlarda chiroyli tadbir bilan muammoni hal qilish kerak. Ayolga qandaydir yengillik qilish yoki boshqa uyga ko'chib chiqish kabi yo'llar ham bor. Bunga misol bo'lgan hikoya bor. Turmushga chiqqanimga ko'p yillar bo'lgan. Erimning oilasi bilan birga yashaymiz. O'zimiz alohida uyga ko'chib chiqishni juda xohlardim. Chunki menga nisbatan zug'um va siquvlar bo'lardi. Erim esa oilasi bilan yashashga oyoq tirab turib olardi. Alohida chiqib yashashga hech ko'ndira olmasdim. Ishlar chigallashib ketaverardi. Bora-bora erim bilan ham bu masalada kelishmovchiliklar chiqadigan bo'ldi. Shunda Robbimga iltijo qildim. Istig'for va zikrlarni aytishga tushdim. Sadaqalar berardim. Ibodatga bel bog'ladim. Alloh meni noumid qaytarmadi. So'raganlarimni ijobat qildi. Erim iltimoslarimga ko'na boshladi. Boshqa uyga ko'chib chiqdik. Allohning fazli bilan hammasi o'z yo'liga tushib ketdi. Alloh rozi bo'ladigan ishlarni lozim tuting. Ibodat va toat qiling. Shunda Alloh sizni rozi etadigan yechimlar bilan xursand qiladi. Yarashish duosi.
Ba'zi ayollar erining uyida bir necha shaxslar zulmiga uchraydi. Qaynona-qaynota, qaynopa-yu qaynsingillar va hokazo. Shunda er xotinning orasiga shayton oralaydi. Ularning o'rtasidagi aloqalarni uzadi va hatto taloqqacha boradi. Bir ayol bunday hikoya qiladi. Erimning uyidagilardan qattiq zulm ko'rdim. Bu ajrimgacha yetib bordi. Farzandim yo'q edi. Shundan so'ng bir yil uyimda o'tirdim. Bu orada Allohga bog'landim. Istig'for aytdim, duolar qildim, ibodatga mahkam bel bog'ladim. Hatto ba'zida ertalab ishroq namozini o'qib, to quyosh botguniga qadar joy namozni tark qilmasdim. Allohdan erim bilan yarashib ketishimni so'rab duo qilardim. Menga nisbatan zulm qilganlarga o'zing kifoya qil dedim. 10 oy o'tdi. Bir kuni tush ko'rdim. Tushimda yonimga bir oppoq kiyingan nurli odam kelib, Arafa kuni qilgan duolaring ijobat bo'ldi dedi. Uyqudan uyg'onib, yana Allohga duo qildim. Ko'rgan tushimga bir oy o'tmasdan erim bilan yarashdik. U meni uyiga olib ketdi. Sizlarga maslahatim shuki, istig'forni, Baqara surasini lozim tutinglar. Shunda sizlardan zulm ketadi. Chunki zulm bu qorong'ulik. Allohdan nur berishini so'ranglar. Hamma muammolaringizda Allohga yuzlaning. Zulm ko'rasizmi? Biror ishingiz yurishmaydimi? Nima musibat kelgan bo'lsa, uning o'ziga bog'laning. Alloh sizga so'raganlaringizni ertami kechmi, albatta beradi. Istig'for barakasi. Siz namuna oladigan, Allohni rozi qiladigan amallarga guvoh bo'lasiz. Ya'ni atrofingizda siz uchun o'rnak insonlar bor. Ularning xayrli amallar qilayotganini ko'rasiz va bundan ta'sirlanasiz. Ushbu hikoya shu mavzuda. Men o'rtoqlarim bilan universitetga alohida haydovchi bilan ketardim. Avtomobilda mendan tashqari 6 ta qiz bo'lardi. Men avtomobilning oxirgi o'rindig'iga o'tirib olardim. Yonimda bir qiz o'tirardi. Universitetga yetib borgunimizcha 45 daqiqa o'tardi. Bu vaqtda o'rtoqlarim bilan gaplashib ketardik. Yonimdagi qiz esa bizga hech qachon qo'shilmasdi, gaplashmasdi. Biror suhbatimizga ham, o'yin-kulgularimizga ham aralashmasdi. Go'yoki boshqa olamda edi. Ulovga chiqqanimizdan to universitetga yetib borgunimizcha istig'for aytib ketardi. Qaytishda ham xuddi shu holat takrorlanardi. Doim Allohga istig'for aytib yurardi. Bir kunda 12 minglab istig'for aytar ekan. Riyod shahrida avtomobillar ko'p, yo'llar doim tirband bo'lardi. Biz issiqda o'tirib charchab ketardik. U esa har doimgidek xotirjam istig'for aytib ketardi. Universitetda ham imkoni bo'lishi bilan istig'for aytardi. Qo'lidan hisoblagich tasbeh tushmasdi. Ta'tilga chiqib ketdik. Keyingi o'quv yili boshlandi. Haligi qiz bizning mini avtobusga chiqmay qo'ydi. Uning holidan hech kimning xabari yo'q edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan bildikki, turmushga chiqibdi. Uni tabriklash uchun qiz bilan uchrashdik. Uchrashganimizda doim istig'for aytib yurishining sababini gapirib berdi. Aytishicha, amakisining o'g'li bilan bir-birini qattiq sevishar ekan, ammo hech kim ularning birga bo'lishiga rozi bo'lmabdi. Yigit bir necha bor sovchi jo'natsa ham rozi bo'lishmabdi. Ammo istig'forlarning barakasidan u bilan turmush qurishga erishibdi. Hozir juda baxtli ekan. Shuning uchun siz ham baxtga erishaman desangiz, Allohga bog'laning faqat. Yechim ajrashishda emas. Er-xotinlik munosabatlari doim ham yaxshi bo'lavermaydi. Ba'zan bir-biriga to'g'ri kelmaydi, er yomon bo'ladi yoki xotin tomonidan nimadir muammo chiqadi. Xullas, nimalardir sabab bo'ladi. Lekin bunday muammolarning yechimi faqatgina ajrashish emas. Bir yigitga turmushga chiqdim. Mendan oldin ham 2 marta uylanib, ajrashib ketgandi. Mast qiluvchi ichimliklarni ko'p ichardi. Uyga doim mast holda kelardi. Har tomonlama charchadim. Ham jismonan, ham ruhan ezildim. Mening boshimdan o'tganlar faqatgina Allohga ayon. Er-xotin bo'lib bir uyda yashaganimiz bilan ichkaridagi holat boshqacha edi. Bir-birimizni xohlamasdik. Odamlar gap so'z qilmasin deb birga yashardik. Oxiri bu gapni o'zimga yaqin bir odamga aytdim. U men tomonimdan borib erim bilan gaplashdi. Turmush o'rtog'im bu ishdan g'azablandi. Oldingidan ham battar bo'ldi. Yana bir qancha vaqt mashaqqatda yashadim. Sabr qildim. Keyin namozga qoyim bo'ldim. Allohga duolar qildim. Istig'forlar aytib, erimga hidoyat so'radim. La havla va la quvvatani doim aytib yurardim. Bir yil shunday davom etdi. Ishonardimki, Alloh sabrimga, so'raganimga yarasha badal beradi. Shunday ham bo'ldi. Alloh meni ikrom qildi. Erimga hidoyat berdi. Bir yildirki, ishkilikka yaqinlashmaydi ham. Ishi ham ibodatga berildi.
O'tgan kunlarimni eslasam, ko'zimga yosh keladi. Shu paytgacha bu insonga xotin bo'lib, ayollik baxtini his qilmagandim. Allohga hamdlar bo'lsin. Hammasi o'z yo'liga tushib ketdi. Hozir meni hurmat qiladi, qattiq sevadi. O'tgan ishlarga qaramasdan baxtliman. Chunki erimni tashlab ketmadim. Allohdan so'radim. Doim yonida turdim. Alloh uni yaxshi yo'lga burib qo'ydi. Bularning barchasi Allohning fazli bilan bo'ldi. Allohning fazli karamidan noumid bo'lmang. Baqara surasini ko'p o'qing. Chunki bu sura hayotingizni yaxshilik sari burib yuboruvchi vositadir. Yo'lingizdagi barcha mashaqqat, qiyinchiliklardan Allohga iltijo qilish bilan xalos bo'lasiz. Duoda bo'ling. Doim istig'for ayting. Alloh taolo barcha og'irliklaringizni yengillatuvchi zotdir. O'zingizga suyanib qolmang. Xotima. Har vaziyatda xotirjam bo'ling. Xotirjam bo'lganlar doim maqtalgan. Janglarda qiyin ahvolda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoshib qolmaganlar. Avvalo intiling, oxirini Allohga topshiring. Shunda xotirjam bo'lasiz. Natija nima bo'lsa ham behalovat bo'lmaysiz. Har doim fikringizni jamlang. Boshqalarga umid bog'lamang. Shunda qo'rqmay va ikkilanmay odimlaysiz. Hayotda harakat bilan yashang. Ishlaringiz rivoji sari intiling. Sheriklaringiz bilan harakat yo'lida musobaqa qiling. Lekin doimo yodda tutingki, qalbingiz Allohga bog'liq bo'lsin. Amalingiz va o'zingizga suyanib qolmang. Alloh o'z holingizga tashlab qo'ymasin. Bilsangiz, bundan yomoni bo'lmas. Hech qachon Allohdan uzilmang va ishlaringizda bardavom bo'lavering. Shariat ko'rsatmalaridan chetga chiqmang. Alloh va Rasuli chaqiriqlariga javob bering. Qaytariqlaridan qayting. Doim solihlardan bo'ling. Yaxshi manfaatli ishlarni bajaring. Tasavvur qiling. Bepoyon sahroda mashinada ketayotgan bir odam tinmasdan yurishda davom etyapti. Sahroliga yetmaganday aytarli tuzuq quruq yo'l ham yo'q. Faqat qumlar oralab ildamlayapti. Manzil ko'rinmayapti. Lekin u inson navigatsiya markaziga ulangan. Uskunasini o'chirmagan. Masofadan turib quloqchin orqali yo'l xaritasini tinglab ketyapti. O'ngga deganda o'ngga, chapga deganda chapga burilyapti. Uskunasi markazga bog'langani uchun ham xotirjam. Albatta, yo'lini topib chiqib ketishiga ishonch komil. Siz ham xuddi shunday bo'ling. Har qanday tadbirkor, tijoratchi, muhandis, qo'yingki qaysi soha vakili bo'lsangiz ham qalbingiz Allohga bog'langan bo'lsin. Bu zafardir. Haqiqiy yutuq shudir. Sabablarini ushlang, natijani Allohga qoldiring. Duo qilishda ham chin dildan so'rang. Shunchaki qo'lingizni yuzingizga tortmang. Yoki tilingiz duo chog'i jilvakor so'zlar aytsa-da, qalbingiz bo'sh bo'lmasin. Ixlosli bo'ling. So'rasam, albatta beradi deb so'rang. O'zi ishlaringizga kifoya etadi. Zero, u qanday ham yaxshi vakil, qanday ham yaxshi kifoya qiluvchidir.